Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Eldor Shomurodov O'zbekistonning Portugaliya va Kolumbiyaga qarshi o'yinlardagi imkoniyatlarini baholadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov rossiyalik mashhur sobiq futbolchilar Andrey Arshavin hamda Vladislav Radimov bilan bo'lgan suhbatda Jahon chempionati guruh bosqichida to'qnash keladigan Portugaliya hamda Kolumbiyaga qarshi o'yinlar haqida o'z fikrini bildirdi. Biz bu kabi kuchli terma jamoalarga aniq yutqazamiz demagan bo'lardim. Men o'z kuchimizni ham, kimga qarshi o'ynashimizni ham juda yaxshi bilaman. Agar istasak, qandaydir natijaga erisha olamiz. Hozir O'zbekiston va Rossiya jamoalari o'ynasa, kim g'alaba qozonadi? Men ushbu to'qnashuvda yuta olishimizga ishonaman. Optimal tarkibimiz bo'lsa, menimcha Rossiyani mag'lub eta olamiz deb aytib o'tgan futbolchimiz Eldor Shomurodov. Sen ketaver, bu yog'iga Husanov bor. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov tufayli o'zbekistonlik muxlislar orasida Manchester City ishqibozlarining ko'pligini inobatga olib, shaharliklarga oid ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. Manchester City rahbariyati jamoaning tajribali markaziy himoyachisi Jon Stonesni erkin agent maqomida qo'yib yuboradigan bo'ldi. 31 yoshli futbolchining amaldagi shartnomasi 30-iyun kuni tugaydi va shaharliklar xuddi jamoa sardori Bernardo Silva bilan bo'lgani kabi Stonesni ham yangi bitim bermaydi. Ta'kidlash joizki, keyingi mavsumlarda Jon Stones jarohatlarga moyil bo'lib qolgan va ko'p vaqtini davolanishga sarflayapti. Bu galgi chempionatda uning asosiy tarkibdagi o'rnini Abduqodir Husanov egallab oldi. 22 yoshli o'zbek futbolchisi sekin-asta City himoya chizig'i yetakchisiga aylanmoqda. Josep Guardiola keyingi o'yinlarda himoya markazini asosan Husanovga topshirib, uning yonida Nathan Ake yoki Mark Gehini o'ynatyapti. Jon Stones 2016-yildan buyon City safida o'ynab kelmoqda. U 6 marta Premier Liga chempionligini, 2 marta Angliya kubogini, 3 marta Liga kubogini va Chempionlar Ligasini yutgan. Talksport nashrining yozishicha, Angliya Premier Ligasining bir necha klublari Jon Stones atrofidagi vaziyatni kuzatib bormoqda va tajribali himoyachiga shartnoma berishga tayyor. Darvozabonlar orasida Jonning sobiq klubi Everton ham bor. Bundan tashqari bo'ldi, Citydan shu o'yinchini olamiz. Liverpool shaharliklarining Everton klubi joriy mavsum jamoa safida ijarada o'ynayotgan 30 yoshli hujumkor futbolchi Jack Grealishni tarkibda saqlab qolishga qaror qildi. The iPaper Sport nashri xabariga ko'ra, Everton rahbariyati Grealishning to'liq transferi uchun 23 million yevro ajratishga tayyor. Avvalroq futbolchining o'zi Manchester Cityni tark etib, Liverpoolliklar jamoasiga o'tishni istayotganini xabar qilgan edi. Joriy mavsumda Grealish barcha musobaqalarni hisobga olganda 22 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va 6 ta golli assist berdi. Transfermarket ma'lumotiga ko'ra, ingliz futbolchisining qiymati 25 million yevroga teng. Rasman FIFA Erondagi notinch vaziyat sababli bu mamlakat chempionatida faoliyat yuritayotgan futbolchilarga vaqtincha boshqa chempionatga ko'chib o'tishga rasmiy ruxsat berishi kutilmoqda. Ushbu ruxsatni Tribuna.uz manbasiga ko'ra FIFA bu borada rasman ma'lum qilsa, Persepolis klubida faoliyat yuritayotgan Oston O'runov rasman Superligaga qaytadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi vengeri bugundan Andijonning mashg'ulotlariga qo'shildi. Andijonliklar bosh murabbiyi Samvel Babayan sobiq shogirdi O'runov bilan og'zaki kelishuvga erishgan. Ostonning maoshi Erondagiga nisbatan kamroq, oylik 30 ming AQSh dollari atrofida bo'lishi kutilmoqda. Samvel Babayan bu borada Andijon viloyati hokimi, viloyat futbol assotsiatsiyasi prezidenti Shuhrat Abdurahmonovdan ruxsat olgan. Ostonning o'zi Jahon chempionati 2026 oldidan sport formasini tiklash va o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun Andijonga o'tgan. Eslatib o'tamiz do'stlar, Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov Samvel Babayan murabbiyligidagi jamoa oldingi chempionlik vazifasini qo'ygan va klubdan kamida sovrinli o'rinlardan birini egallash talab qilinishi aytilgan edi. Bundan tashqari do'stlar, ma'lumot uchun Andijon Superligada 5-turdan keyin 6 ochko bilan 10-o'rinni egallab turibdi. Qadrli do'stlar, albatta nima bo'lganda ham hamyurtimiz Oston O'runov, Abduqodir Husanov va Eldor Shomurodovlarga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Eldor, olg'a Oston va olg'a Abduqodir" deb yozib qo'yishni unutmang. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.